Bitta shartim bor. Qanaqa shart? Shoshma. Bir qo'shiq eshitaylik. Tomog'im achishib, yig'lolmay qoldim. Yo'qmi? Ha, qarang, sizni mana bu tomoq pardalaringiz kichkina. Qoch chiqmasang qaraqa o'zim kiraman, bo'pti? Yo'q, men dadam uydalar. Dadang hozir butun dunyo bilan shu. Dadang Barsa fanatik, Barsa bilan Girona ko'rib o'tiribdi, bilaman. Yo'q. Bo'p toz kiraman, jim. Qo'lingni ko'tar. Kimsan? Assalomu alaykum. Santeni chaqirmadingizmi? Iya, ha. Nima? Tomdan tushasan, yur. Eshik yo'q ekan. Mana mashina suv chiqmayapti. Mana tuzatdim bu. Ya, mana. Bunday qilganda suv chiqmayapti. Ha, o'chib qolyapti-da. Ha? Chiqib turish kerak, ha, to'g'ri. Bo'l, tuzatsa bo'ladi, bo'l. Tuzat. Dilnoz. Qanaqa dinnoz? Dilnozalar dilim poralar. Ashla aytibmi? Dilnozalar, dilim poralar. Cho'ta tushmayapti. Xafa bo'lsanglar ham aytaman, ana Amir Temur boboylar bor-ku. Shuncha joylarni bosib olgan bo'lsa ham, lekin Shotlandiyani bosib olmagan. To'g'ri, Amir Temur borgan, qaragan, hamma gaplar xotinlar bilan urishaman degan qaytdinganda. Yaxshi yigit. O'tiring. Tog'ga borib kelaman, aylantirib kelaman sizni. Davay! Suv iching, charchab qoldingiz. Yo, o'ynaylik, keyin ichaman. Oldin iching, keyin o'ynaymiz. Aniqmi? Aniq. Hech kim quvonmagan bo'lsa bo'ldi. Yo'q, qo'lingda kamroq mushkul bo'lmasa mazang qochadi.